Joriy yilning 1-sentyabridan avtotransport vositalariga metan gazi quyish tartibida yangi talablar joriy etiladi. Endilikda avtotransport vositalariga metan gazi quyishda xavfsizlik talablari yanada kuchaytiriladi. Yangi tartibga ko'ra, avtomobilning davlat texnik ko'rigi muddati o'tgan bo'lsa, unga metan gazi quyilmaydi. Transport vositasida o'rnatilgan gaz ballonining 15 yillik foydalanish muddati tugagan bo'lsa, metan quyishga ruxsat berilmaydi. Shuningdek, gaz ballonini navbatdagi texnik sinovdan o'tkazish muddati o'tgan taqdirda ham gaz quyish xizmati ko'rsatilmaydi. Ma'lum qilinishicha, gaz ballonlari texnik ko'rikdan muvaffaqiyatli o'tgach, ularga maxsus QR kod beriladi. Bu esa ballonning texnik holati va yaroqlilik muddatini tezkor tekshirish imkonini yaratadi. Ayni paytda respublikadagi metan gaz quyish shoxobchalarida ushbu tizimni joriy etish ishlari olib borilmoqda. Jumladan, gaz quyish kolonkalariga nazorat kameralari o'rnatilib, yangi tartibga rioya qilishi ta'minlanishi rejalashtirilgan.